Bugun 2-iyul 2025-yil sanasi. Ushbu loyiha Agrobank hamkorligida Andijon viloyati Baliq tumani Tovoldi mahalla fuqarolar yig'ini 68-30 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda loviya ekilgan. Maydon hajmi 11,2 gektar, uzunligi 450 metr, bo'yiga 250 metrni tashkil qiladi. Bu yerda ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqqan. Ekinlar yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 50 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 22 sotix yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Barokat Don Impex mas'uliyati cheklangan jamiyat biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 4,5 tonna, jami 54 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlarini yanada oshirib boriladi.